Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz mana bu firmalarimizni ko'rsatgani keldik. Bu o'sha lagasi, ya'ni konteynerimizda tagidan chiqadigan shvilleri. Shundan yasalib turgan firmalarimizda ko'rsatamiz akalar. Mana hozir tayyor qilib qo'yishgan. Bularda 1 metri 190 ming so'mdan yasab berilar ekan akalar. Mana e'tibor berib qo'yasizlar. Ancha yaxshi chiqqan, lagalarning holati yaxshi, chirigan, uzilib ketgan joylari yo'q. Ancha yaxshi chiqqan akalar. Firmalarimizda mana o'sha ishlatadigan materiallarimizni ham ko'rsatamiz akalar. Mana o'sha olib kelib, mana shu yerda lagalarimizning narxi 180 ming, lagalarning o'zi 85 ming. Lagadan bo'lgan firmamizda o'sha 15 metr, 20 metr joylari uchun 1 metrini 190 ming so'mdan yasab beryapmiz akalar. Mana hozir tayyor qilib qo'yganmiz. Bularni olib ketishga mana pachkalab qo'yilgan. Endi furalar, o'sha dastlabki xizmatlari bor, o'shalarga yuklab joyiga inshaalloh yetkazamiz akalar. Endi mana bu materialimizga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Bu o'sha konteynerda eshigini yonidan chiqadigan eshik bozlarimiz mana yaxshi holatda turibdi. Bu ham ancha zo'r material. Buni ishlatib ko'rgan odam o'zi biladi qanaqaligini. Ancha qalin, zo'r chiqqan. Bu narsadan ko'p firmalar tayyorlanadi. Hozir o'sha firmalarimizni ko'rsataman akalar. Bu bozimizda, ya'ni eshik bozimizda donasi hozir 255 ga 225 bo'ladi. Uni narxi 105 ming, 110 ming, har xil endi holatiga qarab xarid qilsalar ham bo'ladi akalar. Endi firmalarimiz mana shunday firma yasaladi bundan. Ob'yom katta joylar uchun biz ustunga qidiriladigan narsa. Mana hozir ko'rsataman. Mana shu bittasini ko'rsatib qo'ying mana. Mana hozir bu bo'yi 3 metrga, bu yog'i endi 30 metr, 25 metr, 20 metr joylarga ham bez ustunga ham sklad tomlarga juda qulay tushadi akalar. Bu ayniqsa o'shanaqa joylarni yopgani juda ham chiroyli bir nima desam bo'ladi. Juda ham chiroyli konstruksiya chiqadi bundan. Mana holati ancha yaxshi bu. Mana bu endi buni davomi. O'sha ya'ni bunimiz misol uchun 15 metr bo'lsa, mana firmamiz bu uning orqa tarafi endi olib ketishga qiyin bo'lgani uchun ikkiga bo'lib, kerak bo'lsa 3 ga bo'lib ham yasayapmiz akalar. 3 ga bo'lib. Ya'ni bu hozir tayyorlab qo'yilgan, lekin ichiga hali narsalari nima desam bo'ladi. Ya'ni kashaylar qo'yilmagan holatda abrasiz chiqarib qo'yishgan xolos. Endi o'lchab bu hammasi aniq bir hisob-kitob bilan bo'ladigan narsa-da bular. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Hamma joyini aniq hisob-kitob mana bunaqa chiziqlar bilan to'shni o'lchab qilinadi. Sverkalari zo'r bo'ladi, bularga plankalar qo'yiladi. Har bitta chokaga mana hozir plankasini ham ko'rsataman. Mana hozir 15 santimetrdan planka qo'yiladi. 10 ga 5 bu bozimizga mana shu plankalarni qo'yib chiqamiz har bitta chokaga. O'z plankasiz ham juda ancha yukni ko'taradi. Endi bu planka bilan yana straxovka qilib qo'yiladi akalar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana bu ishxonamiz, endi bu ikkinchi filialimiz. Ya'ni bitta ishxona emas, ko'p ishxonamiz bor. Jami 3 ta ishxonamiz bor. Shundan ikkinchi ishxonamizdagi holatlarni ko'rsatib o'tyapman akalar. Mana ustakamiz yasayapti mana shu narsani. Ancha baquvvat qilib chiroyli choklarini ham ko'rsatib qo'yaman akalar. Sverkalari juda qalin chiqqan akalar. Ancha mehnat yotibdi bu yerda. Shu kanalimizdan shu narsani ko'rib birorta odamga manfaatli bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz akalar. Kanalimizni qo'llab turasizlar. Obunachilarimiz iloji boricha like, podpiska qilib qo'yinglar. Ustalarni ham qo'llab turasizlar akalar. Duo olib turasizlar. Hammalaringga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar.